Topshiruvni davom etamiz ham pochtabizga kelgan tag'in bir qutlov xatini shashmi-to'kmi o'qib ketasim kela. Bu yozmada shunday yo'llar bor. Bugun 3 noyabr kuni Chuvashiya Respublikasining Ijboltoy ovulida tug'ib o'sgan. Hozirgi vaqtda Ulyanovsk shaharida yashab yotuvchi Nazima Safaddin qizi Yemdixonova o'zining 60 yoshlik yubileyini qarshilaydi. Onu g'imir bayrami bilan suyukli G'aziz aniyimiz Moskva shaharida yashovchi singli Go'zal, plемянницасы Ilmira, Kiyevi Arsen, plемянниги Damir bilan turmush iptashi Yekaterina, aniqlari Kamilla ham Milana, abıyimiz Asxat, onun turmush iptashi Minnur, shulay plемянниклары Marat, Sinbil, Almir, Alim, Renat bilan Regina, Ramazan, birdan bir ular Ruslan ham kelini Liliyada tabriklilar. Bir qarında yatgan opa singilning shu qadar kuchli bo'lgan qon ham jon baylanishin anglatib da bitira olmaslik. Eng qadrli, eng yaqin, eng yaratgan singilimiz sen bu dunyoda. Bizdan da baxtliroq kishilar bu dunyoda yo'qdir. Birga o'sib, g'imir borishunda niq tirak bo'lib yashaymiz biz bu dunyoda. Atiyani bizga, bizni shulay bir-biri bizga bo'lak etganlari uchun ulug' rahmat aytamiz. Yaqinimiz, sen bek motor xuluqli xotin qiz. U bek tirish, oilasida G'aziz anida, suyukli abida bo'lib turadi. Biz onlarga shin ko'ngildan baxt tilaymiz kela. Gel uңышlargina olarni yo'llarinda ketsin. Har vaqt ko'gizlari oyoz bo'lsin. Yonlarında dushmanlar yurmasin. Yartıcanımız, sirdashimiz, bütün og'irliklarda tayanishimiz, shodliklarni bo'lishuvchimiz sen lapa. Xudoy senga aniq sog'lik, salomatlik, uzun g'umr, baxtli kunlar bersin edi. Opa, sen og'irsin nisha aniyimizni bugungisi kunda hurmat etib, o'zingga olib qaraysan. Shusha tilaklarimiz senga tek bor yaxshiliklarga ketirsin. Ko'rsatgan ezgiliklaring uchun Robbim seni de ulug'lasin. Bolaning baxtida xayrli izgi turmush tilaymiz senga opa. Bir tug'an opa singilim, jetdi sening bayramlar. Shusha kunda bo'lak etam ulu tilak bayramlar. Birinchidan rahmat senga, gel yonimizda bo'lganga. Bir qayshan g'ayib izlamigil bizni anglaganga. Bizning uchun sen eng yaqin, eng hurmatli kishidir. Bilmaymiz, bu dunyoda ekan tug'anlarsiz nishlidir. Shukr Robbim, sen bor bizda. Tuyolmaymiz shotlanib. Bugun mana bayramingda yuribbiz qanotlanib. Qutlu bo'lsin, motor bo'lsin sening yubiley kuning. Bizdan bo'lakka motor jir qabul etgan mezgiling. Hurmatli Nazima Safaddinovna, shulay bu qutlovlarga Qozon shaharida yashovchi singlimiz Farida xonim Fayzullinada qo'shilib, oq baxtlar, sog'lik, salomatlik, tozalik tilab, muzikal qutlov senga yo'llaydi. Chuvashiya Respublikasining ot qozongan madaniyat xizmatkari, avtor boshqaruvchi Farida Fayzullina boshqaruvida baratik sening uchun motor jir yangirar. Qabul etib olali. Tug'an kuning qutlu bo'lsin.
Сені генә